Shunda kichik o'moq bola ekan, bu unda nima? O'moqsan men. Yiqmay. Bugun ayımızda balları başlangıç mektepte koyduğun, pulus mektepte koyduğun hürmetli Allah. Ma kendimdeki balın nim boğan balla, ma kendimdeki balla nim boğan balla. Emse muş filmni kürep, yürek verip, ama şu balları başlangıç mektepte koyduğun atalar yollap koyuyorlar. Çünkü aldığımızda terslik kep kaldı. Onundan başka ballarınla kes mektepte koyup egende, ama şu özellik tapşırık işleşten kıyınlavatkan bolsa, şenbeşten ballarınla öydü bekal oturup pişip kalgan bolsa, tətil mezgilde ballarınla öydü kalığı adam yokulap kalgan bolsa, emse şu gelmezliğe bir yaxşıya tavsiye kılıp geldim. Ma. Sen şu. Degansiz şişok keldik men balım boz ketmey jim tumakma. Sen to'paqta qo'ngan am 6-yillik chiqding. Ozgina sen buni bilmaysan. Uyini yap bo'lib ketdim. Qanday bo'ldi? Sen bak. Xanım bilan tildim. Yaxshi o'zingizmi yaxshimi? Ma balim bir to'paqta jo'nab ketdi, ko'zimizni ko'rib qolamiz. Bir shishada uyinish qilib ketib akaga. Shunda kichik o'moq bola ekan, bu unda nima? O'moqsan men. Yiqmay. Hayır, konuda mesela şimdi o'moq bola ekan, bu endi o'tirib qarangizlar. Bolaga o'ziga qisa qilib anglaydi. Hanim sizga vaqt qo'ydi. Bu balla qalsangiz biz yo'g'anting. Bu endi 6-yillik chiqdi. 4-6 qo'z qancha otqan bilmaydi. Maşar çıktı. 5-yillik çıktı. İşte nima qilgan xudam bilmaydi. Xiyali. O'tgan yaptı ketib qolib qopdi shonsizga. Mayan shayda shida joydan tarafda bir shishir va debdi bir ingliz tilida bek so'zlaydi dashapti. Shu xonim bo'lsa bir ma'nonga bir uytamda kelibsiz qashqa kelgan. I'm Gulbar. I graduated from Qatar Teachers College and my major is English and bachelor degree. I passed Series 4 and Series 6. Indi to'g'ri xonim. O'zing turib ketdi. Xonimdan yaxshi ketmay yaxshimizmi? Yaxshimizmi? Bolamni sizga tutib bersam uyitib qo'ysangiz olam ekan. Ma'qul chataq yo'q. Xonim ko'tak bolani chiqqan bolamni. O bolam ingliz tili o'rganib o'tgan o'quvchi. Kashtimmi? Sendem yo'qan bola ekan. Abday nishondim ya. Yana ketdim men. Sizlar şu yeni şehirde, kaygan şovchida yoki shida joyanda ingliz tilini navoat işte bir ma'lum balki o'qitish ekan deb chiqqanligim bo'lishi mumkin. Xonimdan bilgan yaxshi. Mavo unvallar bekirken. Qisqacha bir tushuntirib bersangiz nima kinishkilar bu? Ma meningki qishqa universitetni bitirgan, o'qish bitirish kinishgan. Ma bo'lsa meningki to'liq o'tira ingliz tili, so'z salohiyat kinishgan. Ma bo'lsa mening bakalavrlik kinishgan. Undan keyin ma meningki psixika, jatta ag'at kinishklarim. Biz bu nima demoqchi bu deganda, ammo shu biz so'zlayotgan shu muzokara sinfiga hozir bolalar qabul qilayotimiz ta'til mezgili kelib qoldi. Agar mana shunday qiziqadigan ota-onalar olib qolsanglar, ammo shu naq izlayotgan xonimiz shu. Alloh qilishni oldi deb aytsin xonim. 189 99 43 0554. Yani yeni şey ama şurada joyyanning darvosidan o'ng qo'l tarafdagi, yani tushunmang muzokara sinfiga kelib sharoitini ko'rib baqsanglar, mushundan ko'rib kelgan do'stlarimiz oldin kelgan 10 nafar do'stimizga 100 ko'yni e'tibor qilgan bo'ldi. Anandagi mushundan ko'riblam kelganlarga 50 ko'y e'tibor qilgan bo'ldi. Agar ikki bola birga kelsanglar 100 ko'ydan 200 ko'y e'tibor qilgan bo'ldi. Mush ota-onalar bolalarimiz ingliz tilida qiynalib qoldi. İngliz tili seviyesini aşırı uzak degan ota-onalarmi sizlarning oldin tanlashni biladi. Xotirjam ekan pasanglar, mush xonim bir qo'llashni bolalarimiz uchun lozim qildi. Bizning o'rganish muhitimiz shu. Asosli maqatat 1-yillikning, 2-yillikning maqatat 3-4, 5-yillikchi bor. Hozir shu kashflari 2 soat boshlang'ich maktabni o'qib kelayotgandan shanba ta'til vaqtlarida boshlang'ich to'liq o'tira. To'liq o'quvchilar shu matematika, ingliz tilidan takrorlab bor. Muhitim yaxshi ekan muallim. Ikki bolam sizga topshirsam, jahd o'rganish qilsa, yetishimga yashasam o'zingizga qilsangiz bo'ladi. Ma'qul, men bitirishman. Qaldingizqa sizmi bo'lgan masala desangiz, bitirishlar. Yaxshi o'rgangan maqma o'tmay.